Assalomu alaykum. Moviy Yulduz kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimdan uzoqlashmay shu paytgacha ko'rib borayotganinglar uchun, qo'llab-quvvatlayotganinglar uchun qizlar hammanglarga rahmat aytaman. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, albatta obuna bo'linglar, chunki ko'rayotganimda 70% meni kanalimni kuzatuvchilari hali kanalimga obuna bo'lmagan ekan. Shuning uchun agar malol kelmasa obuna bo'lib qo'yinglar va layk tugmasini bosib qo'yinglar. Bu meni kanalim uchun muhim. Bugungi videomizda qizlar, o'ylaymanki qisqa video bo'ladi va sizlarga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Ko'rib turganinglardek men hozir 2ta biletka tugatdim. 3-biletkani to'qiyapman. Ya'ni 3 yoshli bolaga to'qiyapman. To'qidim, to'g'rirog'i 3 yoshli bolaga to'qidim и 3 yoshdan kattaroq bolaga to'qidim и hozir mana ikkinchi sinfda o'qiydigan jiyanimga ham to'qiyapman. Bu videoni olishdan maqsad qizlar, mana bu biletkalarda обычно anaqa yoki bubonchiq qo'yiladi, katta пышный, yoki bo'lmasam ipni o'zidan tayyorlangan bubonchiq qo'yiladi yoki o'sha pux norkali anaqa pux emas, norkalik bubonchiq qo'yiladi yoki bo'lmasam o'zidan unaqa pipka, ruschasiga aytganda pipka to'qiladi. O'sha narsaga to'xtalib o'tmoqchiman va sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Biletkamni agar sizlarga qizig'i bo'lsa, nechta petla olib to'qiganimni aytaman. Bu ipni menda qog'ozi yo'q bu safar ham, etiketkasi. Qalinligi mana ko'rib turganinglardek 240 metrli ipga o'xshaydi ko'rinishda. Tugatyapman hozir. Avval ham biletka to'qiganman, kanalimda videosi bor, ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda faqat sizlarga nechta petla olganimni va mana bu yaruslarini nechtadan bo'lib to'qiganimni aytib o'tib ketmoqchiman. 3 yoshli bolaga mana men bu yoqda demak 112 ta petla oldim va birlashtirish uchun yana bitta petla oldim. Ya'ni umumiy 113 ta petla olib rezinka to'qidim. Rezinkasini 4 santimetr 12 qator to'qidim. Keyin bo'lishga kelganda demak 16 ta petladan 7 ta yarus qildim. 1 2 3 4 5 6 7 ta yarus qildim. Bunisini ham xuddi shunaqa, uchinchisini ham xuddi shunaqa to'qiyapman. Endi bunisini bo'lsa, rozovisini bo'lsa, bu yoqda sal ko'proq to'qidim, chunki bolani boshi, то есть yoshi ham, boshi ham sal anaqa bo'lgani uchun anaqa petlasini ko'proq oldim nisbatan. Bu yoqda demak 119 ta petla oldim plus bitta birlashtirish uchun oldim mana bu yaruslarini 17 tadan petla qilib bo'lib oldim. Rezinka o'sha обычный rezinka 14 qator to'qidim. 14 qatorim menda 4 santimetr chiqdi. Bu yog'i esa ko'rib turganinglardek xuddi mana shu oq biletkaga o'xshab to'qilyapti. Endi qizlar, videomizni asosiy qismi mana hozir qisqartirib kelganimdan keyin mana shu 4 ta petla qoldi. Demak, o'sha aytganimdek pipkasini to'qiymiz birgalikda. Demak, mana qisqartirib kelganimda qizlar, har bitta yarusdan bittadan petla qoluvdi. O'sha bittadan petlani ham men yana qisqartirdimda 4 ta petla qoldirdim. Endi buni o'sha pipkasini aykord usulida to'qiymiz. Demak, aykord mana to'qib kelgandan keyin spitsani bu tarafga yana o'zgartiramanda, yana demak boshidan to'qiyman. Menimcha aykord to'qish kanalimda bo'lsa kerak. Hozir mana bu oxirgi anaqasi bo'lgani uchun, sal birinchi qator bo'lgani uchun sal qiynalib to'qiyapman. Keyin yana demak petlalarimizni bu tarafga o'tkazamiz. Orqaga o'girmaymizda to'qishimizni, yana bu tarafga o'tkazib yana shu 4 ta petlani to'qiymiz. Demak, orqaga qaytarmaymiz to'qishimizni, o'girmaymiz. Yana bu tarafga o'tkazamiz.
o'zingizga qanday yoqqan anaqada uzunligini to'qishinglar mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, men 1, 2, 3, 4 qator to'qidim. Уже bu anaqada qisqartirib tugatmoqchiman. Sal negadir aykord bo'lgani uchunmi, petalarim anaqa spitsamdan anaqa bo'lyapti. Yokida boshqa sabab. Mana tugatdim. Endi bu bitta petlarni ham qisqartirib yuboramiz. И o'ylaymanki juda ham katta bo'lib ketmadi yubkasi. Ipni kesib, ichiga aykordni ichida qanday tugatsak, o'shanday demak qaytarib qo'yamiz. Buning uchun demak ozgina ipni bir qarchroq kesdim. Sababi ignaga o'tkazib tortganda qiyin bo'lmasligi uchun. Bitta obunachilarimdan biri bugun как раз yozgan ekanlar, ko'proq video qiling, ko'proq video oling deb. Juda ham menga to'g'risini aytsam, ruschasiga aytganda приятно bo'ldi. Demak, meni videolarimni kutadiganlar, qiziqib meni kanalimni kuzatadiganlar bor ekan. Juda ham xursand bo'ldim. Mana qizlar. И bu yoqda уже конечно, изнаночный petda bo'lgani uchun anaqa yashirishimiz. Qizlar, yorug'ligi uchun ming bor uzr, chunki mana shtativ oldim anaqasi bilan, podsvetkasi bilan, lekin baribir xiraroq. Kunduzi esa Piterda bilasizlar, quyosh kam, bizda уже kuz, qish mavsumi boshlandi. O'shaning uchun bizda quyosh kamroq. O'shanga noilojman. Yana bitta katta lampam bor, uni bir joyda qoldirganman. O'shanga borib olib kelishim kerak. Bilmayman endi u bilan ham qanchalik darajada yorug' bo'ladi. U kattaroq lampa, o'ylaymanki effekt ko'proq bo'ladi undan. Demak, mana qizlar, buni yuvib, mana aynan o'sha xudojniklarni biretkasidan bo'ldim. Bu menimcha agar rozoviy emas, boshqa anaqadan to'qisa, o'g'il bolalarga ham yoki katta yoshdagilarga ham mos tushadigan biretka. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar foydasi tekkan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'yinglar. Bu men uchun menga yana videolar olishga meni undaydi, menga energiya beradi. Keyingi videom albatta Xudo xolisa to'qiganim preplaylik shortiklarimni so'rashgan. To'g'risi почти 1 oy bo'ldi uni anaqa qilmayotganimga. Va'da berib qo'yganman, lekin albatta Xudo xolisa va'damni ustidan chiqaman. To'g'risi ishoninglar, juda ham buyurtmalarim ko'p bo'lgani uchun hali tugatay, hali bunisini tugatib olay deb ulgurmayotgandim. Endi Xudo xolisa mana bitirdim. Bu oxirgi zakazim O'zbekistonga ketadi ekan. Albatta o'sha shortiklarimni ham sizlarga video qilib ko'rsataman. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.